Bugungi kunda yurtimizda tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar inson salomatligining muhofaza qilishda yangi bosqichning boshlab bermoqda. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat tibbiyot xodimlari, balki aholi uchun ham katta qulayliklar yaratmoqda. Ayniqsa patronaj hamshiralarga zamonaviy planshetlar taqdim etilgani ularning ish faoliyatining yangi bosqichga olib chiqdi. Endi ular har bir xonadonga kirib bemorlar haqidagi ma'lumotlarning elektron tarzda kiritmoqda. Bu esa vaqt tejash, aniqlik va samaradorlikning ta'minlamoqda. Yurtboshimizning 415-sonli qarorlariga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligida 384-buyruq ishlab chiqildi, ya'ni yagona tibbiyot axborot tizimi joriy etildi. Bu munosabati bilan hududlarimizda, tumanimizda barcha muassasalarda lokal tarmoqlar tortildi. Moddiy texnik bazalari tiklandi. 110 dan ziyod kompyuter vositalari hamda 70 dan ziyod planshet vositalari bilan ta'minlandi. Bu bizga juda ham bir qulaylik yaratildi. Demet axborot tizimi yaratildi. Bu yagona tizim bo'lganligi sababli yurtimizni qaysi chekkasida turib tibbiyot muassasalariga ko'rinsangiz, o'sha ma'lumotlar barchasi ushbu tizimning ichida mujassam bo'ladi. Xodimlarga hamda aholimiz uchun juda ham bir keng imkoniyatlar yaratib beradi. Aholimiz uydan turib navbatlarni olib, o'sha navbat bo'yicha kelib, vaqtlarini sarflamasdan shifokorga ko'rinib ketishlari mumkin. Hamda laborator tahlil natijalari, ultratovush apparati, UZI apparatlari barchasi shuni ichida mujassam bo'ladi. U ilovani uyali aloqa telefoniga o'rnatib, hududlardami yoki-da bir patronaj hamshiralar aholida yurganda ana shu ilova orqali ma'lumotlarni elektron tarzda kiritib joylab borishaveradi. Bu ancha qulaylik, ko'tarib yurishdan, haligi qog'ozlarni ko'tarib yurishdan juda ham bir qulaylik yaratdi. Shu bilan birga tumanda, ya'ni davlat elektron tibbiy ma'lumotlar bazasi tizimi joriy etilgani aholi va shifokorlar uchun yanada katta yengillik bo'ldi. Bugungi kunga kelib sog'liqni saqlash tizimida fuqarolar uchun juda ham katta imkoniyatlar yaratildi. Ayniqsa oldingi poliklinika bilan bugunni solishtiradigan bo'lsak, avvallari poliklinikalar juda ham tirband bo'lgan. Ochirib kutib 1-2 soat bemor vaqti o'tgan. O'zi bemor ahvoli yaxshi bo'lmasa ham yonidagi bemorlarni ko'rib psixologik zarba olishiga sabab bo'lgan bo'lsa, bugungi kunni solishtiradigan bo'lsak, Demet tizimi joriy etilgandan beri uyda turib telefonim orqali Demet tizimidagi ilova orqali o'zim ro'yxatdan o'tishim mumkin. Bundan tashqari ko'chada bo'lsam, mana bu elektron ro'yxat orqali kelib, ro'yxatdan o'tib o'zim oilaviy shifokorimga ko'rinishim mumkin. Eng muhimi dori-darmonlar endi aynan Demet orqali yozib berilayotgani shaffoflik va adolatning ta'minlamoqda. Bu esa turli firmalar dorilarini asossiz ravishda tavsiya etish holatlariga chek qo'yadi. Men bu Demet tizimini o'zim qiziqib ko'rib tanishib chiqdim. Menga eng yoqqan jihati, yana bir jihati buni shu retseptlar, shifokor tomonidan yozib berilgan retseptlar elektron ko'rinishga o'tkazilibdi. Avval qandaydir dori firmalari bilan ishlagan bo'lsa, shifokor ayrim pochta ichidagilar bo'ladi-yu, bugungi kunga kelib bu narsaga chek qo'yilibdi. Chunki elektron ko'rinishda bo'lishi dorixona bilan shifokor o'rtasidagi shaffoflikni ta'minlab beradigan tizim joriy etilibdi. Biz juda ham mamnunmiz ko'rsatilayotganidan. To'raqo'rg'on tumani markaziy poliklinikasi ham bugun zamon bilan hamnafas. Bu yerga olib kelingan eng so'nggi zamonaviy tibbiy uskunalar orqali bemorlarga aniq va tezkor tashxislar qo'yilmoqda. Natijada davolash samaradorligi sezilarli darajada oshgan. Bir so'z bilan aytganda, bugungi islohotlar inson qadrining ulug'lash, aholi salomatligining muhofaza qilish yo'lida muhim qadam bo'lmoqda.